11 yıl burun Xitay türmüsüdə naməlum kېsəl bilan şehit bolğan Nurtay Tursun'un hədisi onun üçün videoluq guvahlıq berdi. Nurtay Tursun 1978 yılı G'uljada tug'ilgan bo'lib, 1997 yildagi G'ulja qirg'inchiligidan keyin ilgari-oxiri bo'lib 12 yil Xitay türmüsida yotgan. Oxirgi qitim 7 yillik kesilgan va Urumchi 4-turmaga qamalgan. Hadisi onun bilan har oyda ko'rishib kelayotgan bo'lib, jazo o'tayotgan 4-yilisi saqchilar uni tuyuqsiz chaqirtib, inisining kesal bo'lib qolganligini aytdi. U 2-oy mezgili bo'lib, havo sovuq edi. Lekin uning inisiga nefis bir qat raxt ortilib qo'yilgan bo'lib, u beshidan yaralangan bo'lsa-mu, saqchilar va doktorlar uning sababini aytib bermagan. O saqchilardan inisini doktorxonaga yetkazib davolashni, qanchalik pul kelsa o'zi ustiga oladiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin saqchilar uning siyosiy jinoyatchi ekanligini aytib, ruxsat qilmaydi. Atsi uning G'uljadagi butun tuqqanlari, ayoli va bolalari Nurtayni ko'rgil keladi. Lekin bu vaqtda u allaburun kesal sababli gap qilolmas bo'lib qoladi. U vafot bo'lgandan keyin saqchilar uning jassini berishni rad qiladi. Uydagilarning qat'iy talab qilib turib olishi bilan saqchilarning nazoratida dafn qilinishiga yo'l qo'ydi. Nurtay Tursun Sharqi Turkistonda Xitoyning zulm va qirg'inchiligiga uchirgan 100 minglagan Uyg'ur yoshdan faqat biridir. Yaponiyənin ən çox pəmidur qiyamı şirkəti KESəl şิنجاڭ pəmidurini import qilishni to'xtatib, Xitoyning Uyg'urlarni xo'rlishi sababli Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni to'xtatgan g'arb shirkatlarining safiga qo'shilgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, bu Xitoyning Uyg'ur elidagi majburiy emgakka chetishliq sohalarga berilgan yana bir zarba ekan. Niki Asiya to'rining xabar qilishicha, KESəl shirkatining bir vakili pəmidur bahosi va sifati bilan birga kishilik huquq masalasimi bu qarorning chiqarilishidagi bir omil bo'lganligini aytgan. KESəl shirkati Uyg'ur masalasi tufayli Xitoy bilan savdo qilishni to'xtatgan Yaponiyadagi tunji cho'ng shirkat deb qaralmoqda. Kuzatuvchilarning aytishicha, atalmish şิنجاڭ pəmiduri KESəl mahsulotlarining 1%ga yetmasa-mu, biroq uning qarorining simvollik ahamiyati zo'r ekan. KESəl şirkati bu qarorning Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suganing 16 aprel Amerikada ziyoratda bo'lishining oldida e'lon qilingan. Amerika prezidenti Joe Biden va Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga o'zlarining Xitoyning Janubiy dengizidagi ta'sir doirasini kengaytirish urinishiga qarshi turganligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Biden vazifaga o'tirgandan keyin Washingtonda kutib olgan tunji chet ellik rasmiy mehmon bo'lgan Suga Xitoyning Janubiy va Sharqiy dengizidagi hozirgi holatni zo'rlik bilan o'zgartirish faoliyatlariga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Ikki rahbar ko'rishgandan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotida Amerikaning barliq imkoniyatlari bilan Yaponiyani qo'g'dashga qat'iy tavranmay tayyor ekanligi va yadro mumkinchiligining buning ichida ekanligi ta'kidlangan. İki rahbar yana Sharqi Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligidan andisha qilganligini bildirdi. Amerika va Xitoyning kelimat o'zgirishiga qarshi turushdagi alohida vakillari John Kerry va Xi Jinping Xitoyning Shanxay shahrida 2 kunlik uchrashishdan keyin hukumatlarga vakolatan birlashma bayonot e'lon qildi. Yaqinda Uyg'ur qirg'inchiligi va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligi sababli diplomatik krizisga duch kelgan ikki davlat kelimat o'zgirishiga qarshi turishda hamkorlik uchuri berdi. Kerry bilan Jinping o'rtasidagi suhbatdan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotida Parij kelimat kelishimining shartlarining ijro qilinishining kelimat o'zgirishiga qarshi turishda kam bo'lsa bo'lmaydigan masala ekanligi va har ikki davlatning bu masalaga sezgir muomala qiladiganligi o'tirg'a qo'yildi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davlatini Parij kelimat kelishimidan chekindirgan edi. Ammo 20 yanvar vazifaga o'tirgan Joe Biden hukumati Amerikani kelishimga qaytardi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning sobiq va yangi hukumat amaldorlarini o'z ichiga olgan 8 yuqori darajalik amaldorning bu davlatga kirishining cheklanganligini e'lon qildi.
Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika Adliya ministri Garland, Federatsiya turma idorasining boshlig'i Karvajal, Davlat bexatarlik ministri Mayorkas, shundaqla Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq bosh elchisi Susan Rice, Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Varay, Davlatlik axborot direktori Avril Hines, Oqsaroyning sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton va Markaziy axborot idorasining sobiq direktori Robert James Williamsning Rossiyaga kirishining cheklanganligini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi yana 10 amerikalik diplomatning chegaradan qo'g'lab chiqarilganligini va qisqa vaqt ichida tayinlangan Amerika diplomatlarining sonining har yili 10 ga qisqartirilganligini e'lon qildi. Amerika bir kun ilgari Rossiyaning to'g'ri hujumi orqali o'tgan yili noyabrda o'tkazilgan prezident saylamiga aralashganligi sababli bir qator jazolarni e'lon qilgan va 10 Rossiya diplomatining Amerikadan qo'g'langanligini bildirgan edi.